Paxtachilik sohasidagi rekord. Sirdaryo viloyatida 1 gektardan 80 sentnergacha paxta hosili olinmoqda. Biz ayni damda Sirdaryo viloyati Mirzaobod tumanining paxta dalallaridamiz. Hosildorlikni oshirish maqsadida 76 sxemada qo'shqator usulda ham juda katta maydonlarimizni tashkil qiladi. Buni 76 sxemada ekkanimizda har bir gektar maydonda 180 ming undan ham yuqori ko'chat bo'lishini hisobiga ham hosildorlik juda yuqori ko'rsatkichga ega bo'lyapti. Mana hozirga kelib sharoit, imkoniyat, mablag' masalalari, katta e'tibor masalalari, yurtboshimizni ko'rsatayotgan hurmati, e'tibori jihatidan mana hozir yangilik kirib kelyapti. Ana shu paxtalarimiz hozir mana shunday mo'l hosil o'chog'iga aylandi. Bundan bir necha yillar avval har gektardan o'rtacha 30 sentner hosil olinayotgan bo'lsa, bugungi kunda ilg'or fermerlar 70-80 sentnergacha paxta xomashyosi yetishtirishga erishmoqdalar. 2024-yilda ilk bor 96 ming gektarda ko'sak qurti va gerbitsidlarga chidamli tolasi yuqori sifatli xorijiy navlar parvarishlanib, bu maydonlarda gektariga o'rtacha 42 sentnerdan hosil olindi. Shuningdek, Shinjon usuli asosida yetishtirilgan paxtalardan 50-75 sentnergacha hosil yig'ib olingan. Sirdaryo viloyatiga uyushtirilgan press tur davomida ishtirokchilar bugungi kun paxtachiligi islohotlari natijasida ilmiy tadqiqot, innovatsiya va zamonaviy menejment birlashgan samarali tizimga o'tganligi, bunda fermerlar mehnati qadrlanayotganligi, yer va suv resurslaridan oqilona foydalanayotganligining guvohi bo'lishdi. Aynan buni biz qayta ishlov berish natijasida paxta ekishga ixtisoslashtirdik va eng asosiysi bu O'zbekiston dalalarida imkoniyat borligini, agrotexnologiyani to'g'ri qo'llasa mumkin ekanligini o'zimiz amin bo'ldik. Aprel oyiga kelib biz mana shu yerga urug' qadadik va may oyida unib chiqdi. Bu urug'imiz hosil mana siz ko'zingiz bilan ko'rib turgan darajaga yetguncha 9 marotaba sug'ordik. Suv bilan eng asosiysi nima bu yerda? Shinjon texnologiyasini qo'lladik, 76-10 sxemani qo'lladik va plyonka ostiga tomchilatib sug'orish texnologiyasini joriy qildik. Eng asosiysi bu yerda mehnat va to'g'ri agrotexnik tadbirlar, urug'ni to'g'ri tanlash bo'ldi. Mana ko'zingiz bilan ko'rib turibsiz, gektariga 60 sentnerdan yuqori hosilni hozir qayd etyapti va bu bilan to'xtash niyatimiz yo'q va biz navni yanada kuchaytirish va agrotexnologiyalarni yangi texnologiyalar qo'llash orqali yuksak samaraga erishishni natijasini niyat qilib qolganmiz. Hozirgi kunda qishloq xo'jaligi paxtachiligiga umuman o'zgacha yondashuv tendensiyasi boshlangan. Buni tomchilab sug'orish va ko'satlar sonining yetishiligi, ularni ko'sat qurtiga qarshi immunitet hosillik borligi va o'suv fazalarini mana yangi texnologiyalar bilan, dronlar bilan boshqarilishi bu hozirgi kunda asosiy hosillar omili hisoblanadi. Ya'ni qisqacha qilib aytganda, paxtachilikka yangi innovatsiya, yangi ish usullari, agrotexnikalar hammasi yangi usul kirib kelganligining o'zi bu hozirgida mo'l hosil ta'minladi.